Bayqal. Амансыздарбы мекендештер, KGDG жұмыс агенттиги Екатеринбург шаарында дагы бир каддарыбызды 2 бөлмөлүү турак жайлы кылып отурабыз. Гүлжахан эжеге чоң ыраазычылык билдирем. Ар дайым биздин компания кардарларын алып келип, өзүнүн туугандарын алып келип, мынтип үйлүү кылып отурат. Биздин компания жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Канча убакыт кетти, кыйынчылыктар болдубу? Теги эле биздин компания кандай иш алып барат? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ko'rib turgan nimalar, ham qishloqlar, ham shaharlar, musulmonlar. Mana shularni men bultur kelib bitta o'g'limga kvartira oldim. Rahmat, eson-omon to'lab o'zimizga kiritib oldik. Mana bu safar mana jiyanimni olib keldim. Jiyanim mana 2 oy bo'lar emas mana bo'ldi, получение bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, yaxshi o'zimizga yoqqan kvartiralarni tanlab oldik. Mana bugun сделкасы bo'ldi. Rahmat, bu kompaniya bor kompaniya normalniy ishlaydi. Menga yoqdi, normalniy. Yana Xudo nasib qilsa, ertaga juma kuni yana bitta o'g'limga olyapman. Uni ham Xudo nasib qiladi. сделкасы bo'ladi, Xudo xolasa. Yo, yaxshi, rahmat. Samaraga juda katta cho'ng rahmat. Iloyim topgani hammasi osh bo'lsin, o'ziga buyursin. Murod maqsadiga yetsin. Sog'lik, salomatlik tilayman. Kompaniyalari yana katta bo'lib, yana ko'payib bo'laversin. Bizga o'xshaganlarga yordamini tegaversin mayli. Allohning o'zi yo'l bersin. Yuzlarini yorug' qilsin. Rahmat. Rahmat.